BYD Yangwang U7 yangi Jisu Z deb nomlangan yangi ilg'or aqlli kuzov boshqaruvi bilan jihozlandi. Bu tizim elektromagnit suspenziya asosida ishlaydi va 10 millisekund ichida yo'ldagi sharoitlarga moslasha oladi. Ya'ni avtomobilning balandligi, amortizatsiyasi va dinamik xususiyatlarini boshqara oladi va ko'rib turganingizdek avtomobil yo'ldagi tekis harakatni ta'minlaydi. Bungacha esa Mercedes-Benz S-klassda E-Active Body Control tizimi, Rolls-Royce Phantomda esa BlackBerry System tizimi, Tesla Model S Plate'ning Adaptive Air Suspension kabi tizimlari amalda eng yaxshi tizim hisoblanadi. BYD Yangwang U7 Jisu Z tizimi elektromagnit suspenziya asosida ishlagani uchun ular ustidan ko'tarilishi, muallaq qolishi va hatto sakrash kabi noyob harakatlarni amalga oshira oladi. Bu esa Mercedes-Benz, Rolls-Royce va Tesladagi tizimlardan ko'ra yuqori moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Azizlar, bizga obuna bo'ling va bundan qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yuboring.